Aziz do'stlar, yaxshimisilar? Bugun men sizlarga dapanjining eng o'lchamlik o'qishtirib qo'rish usulini elib keldim. Siz agarda dapanjini o'qishtirib qo'rishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bugungi filmni qaytlab ko'ring. Asos materiallardan to'g'ri go'shi, g'ol piyoz, yangyo, zanjil, ko'k va qizilmosh, samsoq, dapanji xurchi. Biz oldi bilan tushitib olgan qichmaydin qozonga qo'yib, shakardan 50 gram silib, ko'pi chiqqandan keyin chanib olgan to'g'rini silib, qo'rib, rengi qizargandan keyin tuzdan silib, orqadan laz qiyamini silib, yana qo'rib, uning keynidan to'g'ralgan zanjilni silib, bir oz aralashtirgandan keyin yuvib tozlangan laz qiqini silib, aralashtirib, qo'rib, dapanji xurchidan 35 gram silib, aralashtirib, to'g'ralgan yangyoni silib, aralashtirib, 3 minut atrofida qo'rib, orqadan yoki to'xu sho'rpisi bo'lmaganda qaynoq suv qo'ysangizmi bo'ladi. Chilashqida qo'yib, taxminan 10 minut atrofida dumlab, to'qni ichib, samsoq, g'ol piyoz, ko'k va qizilmoshlarni silib, ya'ni to'qni yepib, 1 minut dumlab, orqadan to'qni ichib, bir qo'shiq vejing sep aralashtirsak tayyor bo'ladi. Siz dapanjining rangini mo'shi bo'yicha qo'rsangiz, o'lchamlik tayyor bo'ladi. Sizlar agar dapanji qo'rishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, ya'ni dapanji xurchiq ehtiyojingiz bo'lsa, alt raqamni yo'llab, yurak berib meni qo'shilib, men bilan bir vosita aloqalashsanglar bo'ladi.